Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli Pidayla ekranınki ko'rmanlari hammalarninki ro'za Ramazonlar muborak bo'lsin. Mushu vaqtinglar bo'ludiki vaqtinglar har vaqtinglar xushallikqa to'lsin. Bugungi Qur'ondan nazar programmamizninki 89 qismi monopol qilingan til degan temaga keldik. Assalomu alaykum ustoz, assalomu alaykum Ahmedjon qarindishimiz. Hamma yaxshi turdingmi? Aleyküm esselam ve rahmetullah. Qanday ahvallar etishmatullama? Yaxshi. Bugun shu monopol qilingan til degan haq monopolni bak jiq bo'lib ketdimi dedi, lekin shunda bo'lsa-mu bak jiq narsamiz monopol qilinibdi ekan. Bugun ham shu tilga keldik. Qisqacha bir nimasini o'qib o'tay. Monopol qilingan tildamdi. Til kishilik aloqadagi muhim qurol. O bir millatning milliy kimligini belgilaydigan omillardan biri. Shundaqla bir millatning saposi, madaniyati va kültürünün qimmatini namoyon qiladigan omillardir. Ammo til xususiyat va alohidlik jihatdan asosan o'xshashdir. Uni farqlantirayotgani ishlatguchi, hokimiyat va xalqning quvvatidir. Ammo Uyg'ur jamiyatida tillarga farqli qarashlar mavjud. Bo'libmi, arab tiliga nisbatan favqulodda ulug'lash odatga aylangan. Arabcha yozilgan bir parchani ko'rsa, Qur'onga o'xshatib maxsus dafni qiladigan, dastlab qolmasin deb ehtiyot qiladigan darajada sezgur. Shundaqla konularda arab tili shikar til, faris tili hasal til, turkiy tili hunar til deydigan maqol tamsilmi bor. Bugungi chunki bu tillar tarixda ana shunday baholarga munosib rollarni o'ynagan. Lekin bugun ishlar boshqacha. Ammo xalqimiz yana shu koni tushunchalarning asoratidan bo'g'ilmoqda, qutulolmayapti. Bo'libmi, arab tilini dinning fojisi va hatto qiyomat kunidagi Alloh tili deydigan, ya'ni jannat tili deydigan safsatlarni ko'tarib yuradigan dinchilarning ziyonkashligi xeli ig'ir. Xalqimizning til haqidagi tushunchalarini to'g'irlash maqsadida Qur'ondan nazar programmasininki bugungi 89 sonida qani ustoz Qur'on bu til to'g'riliq nima deydi? Bizga bir taqdim suhbatlarini taqdim qilib bergan bo'lsalar. Rahmat. Assalamu aleykum. Dünyada qarşı yerleri hürmetli qarindoshlar. Hammalarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Alaykum assalom. Biz yuqorida nurg'un o'z sohada to'xtaldik. Endi monopol qilingan tarafi degandek, Abdulaziz qarindishimiz degandek, bu bizniki jiq taraflarimiz, masal madaniyatimiz, urf-odatimiz, tilimiz, hattoki milliy kimligimizniki nurg'un qismlari shu monopol qilingan bo'lg'achqa, buni hammasini bir qatimda so'zlab olsak ham bo'ladi, ammo ayirib so'zlashni muvofiq ko'rdik. Shuning uchun bugun monopol qilingan til degan mavzuga keldik. Shuni o'zi biroz xalqimiz bilan o'rtoqlashaylik deb. Endi bizda diqqat qilmagan odamlar tilniki monopol qilingan taraflarni ko'p sezmaydi. Chunki o'zi o sohada to'xtalmagandan keyin mening tilim nega ketyapti degan bundaq bir narsa tuyg'u bo'lmagandan keyin, uni his qilmagandan keyin o sohada to'xtalmagan insonlarga o tilning monopol qilinish millatniki milliy, ya'ni til sistemasidan boshqa bir tarafga qayib ketayotganligi yoki o'z tilniki 2-chi, 3-chi, 4-chi o'ringa tushib qolib, boshqa tillar 1-chi o'rinda bahoga egayotgan bundaq ishlarning o'zini his qilmaganligi uchun millatimiz bu sohada nihoyatda o'zi bexabar desak ham bo'ladi yoki bexud desak ham bo'ladi. Shu sababdan tilniki monopol qilinishi, qanday monopol qilingan tilimiz misol.
degan bir mavzuda to'xtalishga to'g'ri keldi. Tilniki monopol qilinishi asosan boshqa millatning tilini alohida bilish. Boshqa millatniki tili qaltis bir til. Baya Abdulaziz qarindishimiz degandek, arab tili shakar til, fors tili hasal til, bizning tilimiz dehqon tili degan yerga akilib, hunar tili, kasb tili degandek har xil nom bilan atab, o'zimiznikini bir dehqon tili qilib olib, boshqalarniki tilni alohida ko'tarib, uningdagi millatni davomli shu xalqning tilini o'rganishga targ'ib qildigan mundaq bir o'zi shu tilni o'rgansa jannat kirdigan, shu tilni o'rgangan vaqtida nijot topadigan, mushundaq narsalarni bozorga solib, hatto savob bo'ladigan, ash tilni o'rgansa to'g'ri bo'ladigan, mushundaq shakldagi safsatlarni setish orqali millatni qaymoqtirish nihoyatda ig'ir bo'lgan bizniki millatimizniki ichida hala hozirgachilik shu ishlar mavjud. Misol arabcha o'rgangan odamlarga arab tilini kichkina u bir masalani hal qilish ayrı qilib qolsin. Kichkina bir o'zi 4 og'iz gapni bilgan bir arabcha gapni bilgan bir odamnimi millatning ichida hurmat qiladigan misol. Bu deganni olim deb o'ltirib, hech qandaq po'qning po'piga nima desa o'sruq deyolmaydigan bir odamni akilib, u adalqi olim qilib oldigan. Bundaq ishlar bizda nihoyat og'ir. Bu nima sababdan bo'lgan degan vaqtida o'znikini o'z qadrlamaslik, o'zining tiliniki qadr qimmatiga yetmaslik, uniki fasohat balog'atini o'zi surishti qilmaslik, qanchalik o'z fasohatli bir til ekanligini his qilmaslik va boshqa tilga kelgan chog'da uning o'zini alohida til deb hisoblab olish. Yani bu o'zi nihoyat o'zi bizning tilimizniki bir keraksiz bir til bo'lib qolgandek misol. Shunday bir holatni shakllantirishga eng cho'ng o'z turtki bo'lgan, ya'ni bizniki tilimizniki monopol qilinishiga eng asosli sabab bo'lgan narsaning birisi. Yana o'zi rivoyatlarda arablik shu Sahih Buxoriy, Sahih Muslim deymiz, shu kitoblarda bor bu narsa. Ta'allimul arabiyyata va allimuhan nasa fa innahu lisanullohi azza va jalla yawmal qiyamah degan bir rivoyat bor. Arabchani o'rganinglar va boshqalarga o'rgatinglar. Nima uchun degan vaqtda, chunki u Alloh taolo qiyomat kunisi insonlarga so'zlaydigan tilmish endi. Alloh taolo shu vaqtda arabmamdi. Bu Qur'on tushishdan burun Tevrat, Injil va boshqa nurg'un kitoblar dunyodagi boshqa payg'ambarlarga tushgan. Va u kitoblar boshqa bir tilda tushgan misol. U til degan vaqtida Qur'on tushgandan keyin arab tili ulug' bo'lib qolgan, Qur'on tushmasdi degan vaqtida uni ham nima deymiz vaqtida. Misolda. Demak, bu yerda tilniki hech qanday o'zi ulug' yoki ulug' emas degan bir narsa yo'q. Shuning uchun bu yerda arablar boshqa millatlarning o'zini monopol qilish uchun, assimilyatsiya qilish uchun, yo'q qilish uchun orallarida. Uni tamoman assimilyatsiya qilib, arablashtirib o'tish uchun shu zamonlarda ashundaq rivoyatlarning o'zini to'qib chiqqan. Arabchani o'rganinglar va boshqalarga o'rgatinglar. Nima uchun degan vaqtda? Chunki u qiyomat kunisi Alloh taolo insonlarga so'zlaydigan til. Deb o'zi insonlarga ashuni deyish orqali boshqalarni assimilyatsiya qilishni bir o'zi asos qilib olgan. Ya'ni buni din bilan yani dahi o nurg'un rivoyatlar bor. Ashundaq arabchani o'rgansa savob bo'ladigan to'g'riliq rivoyatlar bor. Savob bo'ldi. Allohning tili jannat kirgan chog'da Alloh taolo insonlarga arabcha so'zlaydi. Hamda o'zini arablar ashada Xudo degan biz deb bo'lanmay, ashundaq o'z gaplarni to'qib chiqish orqali millatlarni, boshqa millatlarning o'zini o'ziga cho'qindirish, o'ziga qul qilish va u millatlarning o'zini oxirga berib assimilyatsiya qilib yo'q qilish uchun shundaq o'z safsatlarni tuzib chiqqan. Mana hozirgi vaqtda degan vaqtda bizga kelgan vaqtda Xitoylar bizning tilimizning o'zini 2-3 sinfdagi bir til,
nəhayət özü bir nərsəni ifadələşkə yetməydigan qılıb köstüp ballarga özünün tilinin özünə alamət dünyadakı həmmə nərsəni ifadələydigan qaltis bir til qılıb köstüş arqılıq milletni aldayatqan işlər bar misal. Xuddi şuna qoşub iş. Yəni mundaq aytqan vaqtida Ərəblərinki şu vaqtdakı diktatorları Xitayning hozirgi diktatorlari o'xshash bo'lgan. Shuning uchun o'zi bizniki ajdodlarimiz shu o'zi ko'tarolmaydigan, qo'polmaydigan shunday holga tushib qolishining butun sabablari nima degan vaqtida shu hamma sohadan til jihatda monopol qilingan, e'tiqod jihatda monopol qilingan, madaniyat jihatda monopol qilingan, siyosat, iqtisod hamma jihatda monopol qilinganligi uchun o'ziniki kallasini ishiltish orqali bir yo'l topolmaydigan bundaq bir holat shakllanib qolgan. Yana birisi Arabcha bilgan odamlarning o'zini alohida bilish orqali uchun Arabcha bilganligi uchun Arabcha o'zi shar o'zi bu yerda bir so'zlashib shundaq o'zi yaxshi bilib ketgan emas. Boy deganga o'xshash to'rttal Arabchani bilgandekilla u millatning oldida alohida bir odam. Bir yerda o'zi to'y to'kun, nazirchiroq bir yig'ilishib qolgan vaqtida to'niki eng o'zi yuqorisida o'tirg'izib buning o'zini Arabcha bilganligi uchun bu atgan narsa. Aşıdaq qilish orqali millatga degan vaqtida millatning tilini o'zining tilga ko'ngil bo'lmaydigan mundaq bir holatga tushirish maqsad qilingan. Bu o'zi Xitoycha o'qiganlarda mavjud. Misol Xitoycha o'qiganlarning o'zini voy biz degan Minko xan deydi. Biz Arabcha o'qidik, ish bir zaman biz Minko Arab demaymiz o'zimizni. Bir odam o'rischa o'qisa Minko Arab deb, Minko o'ris demaydi. Ama şu Xitaycha o'qiganlar o'zini Minko xan. Biz degan Xitoycha o'qigan insonlar deb o'zini alohida bildigan bunday holat biz shakllangan. Bu intayin o'zi eyib bir ish. Bunday aytgan vaqtida. Xitoycha o'qiding nima, Arabcha o'qiding nima, inglizcha o'qiding nima, u hech bir o'zi uniki faqat sen yana bir odam bilan so'zlashgan vaqtda bir maqsadni ifodalaysiz xolos. Ashuni qilib yaraydi, boshqa hech qanday bir alohidlik yo'q. O nima o'zi til bilish bir ilm emas. O til bir ilm emas. İlimni boshqalarga yetkazishga o'zi vosita bo'lgan bir qoral xolos. Yoki maqsadni boshqalarga yetkazishga vositalik rol o'ynaydigan bir qoral. O ilm emas o. Bir odam o'zi Arabcha bilib qo'ysa, uni olim deyish, bir odam o'zi inglizcha bilib qo'ysa, uni olim deyish, bu bir ahmoqona bir odamniki ishi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida millatga o'z tilini o'g'itish, o'z tiliningmi, ya'ni biz o'zimizga degan vaqtida Uyg'ur tilini o'g'itish va Uyg'ur tiliniki dunyoda har qanday bir millatniki tili ifodalagan narsalarni ifodalaydigan shunday bir alohidligining borligining o'zini millatga anglatish lozim. Yani bizning tilimiz hech qanday bir millatniki tilini kam emas, har qanday bir millat ifodalagan bir narsaning o'zini biz o'zimizning tilda ifodalashga tamoman qodir. Ashunga yetadi bizning tilimiz. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida til tadqiq qilgan insonlarmi davomli tilni tadqiq qilib uni beytadigan taraflarni yaxshi izlanishi lozim va millatga degan vaqtida bizning tilimiz yetersiz bir til deydigan bir ko'z qarashni tamoman o'zi amaldan qoldirish surullarda o'zimizning tilniki boshqa tillardan hech qanday qilishmaydigan bir til ekanligining o'zini millatga tushuntirish lozim. Masalan, Turkiyaga borsak, Turkiyada bolalar shu vatandan chiqqan o'zi 5-10 yil bo'lgan insonlarniki bolalar hammasi turkcha so'zlaydi. Uyga kirsak, hammasining bolalari turkcha so'zlaydi. Tamam, Türkiye'de bo'lgandan keyin maktab bo'lgan chog'da boshqa savoddoshlar bilan hokazo turkcha so'zlashsa bo'ldi. Ammo uyga kirgan vaqtida uyda Uyg'urcha so'zlash kerak. Uyg'urcha so'zlashmay turib, o bolaga hech qachon o'zi bir Uyg'ur tilini o'rgatib olmaydi. Bir odam boshqa bir tilni o'rganib, uningdan keyingi vaqtda ehtiyoj tushib qolib, uningdan keyin Uyg'urcha o'rgangan vaqtida o adamning kallasi tamamen o'zi boshqa til bilan, boshqa madaniyat bilan format qilingan bo'ldi. O'ylagan vaqtidami o birinchi shu o'rgangan
tilniki eksi, yani mesela balla İngilizce okugan bolsa, o oylaydigan narsani birinchi İngilizce oylaydi. Onu degan o gapning o'zini İngilizce gapni qorashtirib, gap qilgan vaqtda, Uyg'urcha gap qilgan vaqtda shu kallasidagi İngilizcening o'zini tarjima qilib gap qilgan bo'ldi balla. Xuddi tungalliga o'xshash o'zi, men ichido, men paloniyaga bordi deganga o'xshash gapni qilib, nadiki Uyg'urcha tushmaydigan gapni qilib o'tirgan gap. Şoň öýde atan bolan adamlar dawamlyk ballyga Uýgurça gapni qypdy bäse, o ýerde başga gapni zady boldy. Özü bilsimi, talaga çykkan çagda o başga milletler bilen, başga ballar bilen, misal, şu yerlik til bilen sözleşýärsin, emma öýge kirgen wagtda pekatly atany zady aşynyň özüne Uýgurça gap kılıp turgandan o balyga Uýgurça til çykdy. Hiç kaçan özü o biýe keç ketmedi. Mesela meniň ballarym hemmesi Norwegiýada tuguldy. Hemmesi Uýgurça bildi hem de. Sudak bilip ketmesim zaten aşy hali ýaxşy bildi. Balla öýde atan oga adam öýde zady nan, çay bolsun, iş kılıp öýde kıldygan gapnyň hemmesini biz aşy men şaýadan kelgende gapni kylýdy wersem, ballaga şaýanyky öz şivesi boýunça aşyndak til çykdy misalda. Şonuň üçin atan ogan adam bir ýer kelgen wagtda o milletniki tilini maqtap, andak, mandak dep medeniýetini maqtap, özüniň medeniýetini düşürüp, özüniň tilini düşürüş arkalyk kılıç o tilini tamamen monopol kılıp, işlemeýdigan bir tilge aýlandyryp goýganlyk bolup çykdy. Şu wagtda o til ülük tilge aýlandy. Hattoki özüniki şahsy üýüniň içidemi o til işletilmeýdigan halatga düşýärdi. Şu wagtda tamamen özü milletniki ýokuluşyga asaslangan boldy. Mesela bir ballarımız özüniki Uygur tili bilen Uygurnyň özüne mesela Uygur tili bilen düşengen wagtda o aýrym boldy. Emma o Uygurnyň näme başga bir tilini tolyk ögenip bolup, kiýin Uygurça ögendigen wagtda o başga bir mijazga tamamen öz künüp ketken boldy, mijazy. Şu wagtda Uygurny oýlagan wagtdama başga milletniki mijazy bilen oýladygan boldy. Mesela hazır biz en yakını Türkiye milletli deyimiz. Türkiye milletli bizni oylagan wagtda kandak oylaydy dese, Uygurny oylagandak oylayamaydy hiç bir zaman. O Türk o. Ýa-ki Kazak, Kırgız o özüniki kallasy boýunça oylaydy. Şonuň üçin bu hattoki til digenni adamniki ideologiýasyna ekime täsir kıldygan näse. Ona ýetgen wagtda. Şonuň üçin bu ýerde tilniki özü monopol kılınıp tamamen işlemez alet kilişi yoki dercisini tövenge düşürüp etişe okşaş mundaq işlerini kılış atan o adamga naayet eğer bir cinayet hesaplandı. Çünkü balcaqımız onun özünün tilniki başka milletlerinin tilini kelişmaydiganlygyny, aşı til bilen her qandaq bir näsini ifadeleşke tamamen mümkün boldiganlygyny bilişi lazım ve şu wagtda ögünüşi lazım onun özüne. Onu dekin o ballarımız menin bağı bu tilim zady diýalaydy we başga milletniň tilini onda alaýdy bilip ketmeýdi. Yani bundan özü başga milletniň til digen ondak tilini digen gap çykmaýdy bizniki bu gepimizden. Sen başga milletniň tilimi til, bizning tilimiz til, hemmesi okşaş til. Birisi bir cennetden çykkan, ýani biz cehennemden çykkan bir til emas. Hemmesi okşaş özü bir til, milletnik tili. Mesela hem milletinin hemmesi okşaş insanlar, yani şu okşaş insan bolgandyken o tilmi şu okşaş insanyň tili. Onda bolgandyken bir til alahy til, ikinci bir tiliniň özü o özü töwen til mundaq bolmaýdy. O töwen til bolup galyşy näme sebäpden boldy diýen wagtda şu millet özüniň tilige ähmiýet bermeslikden boldy. Eger ähmiýet berse o til hiç bir zaman o töwen til bolmaýdy. Mesela öz zamanysda şu 1000 ýyl burun Mehmet Kaşgarynyki zamanlarında şu mollanyň dädide aşıla keş Arapça, Parsça sözlep turýandyken Mehmet Kaşgary aşyna çydymay şu türk tillar diwanyny ýezip gördüm ama bizniki ifadeläýdi mandaq näsini özüne. Dep şu özü kitapny ýezip kaldygan şu wagtyň özünde. Şonuň üçin biz özümüzün tilini yoqtup koyduğun, başka til böyle monopol kılıp ony kontrol kılıp
Başqa tilni alohida biznikiga boshqa tilni kontroli ostidagi bir til holatida bundaq o'zi tushunish, bundaq muomala qilish nihoyatda og'ir bir xatolik. Tilniki yana alohidligi, xususiyatlari yoki bo'lmaydi. Uning alohidliklari nima degan vaqtda, u tilni masalan o'zimizniki shu roman, Abdurahim O'tkirniki yozgan, Zurdun Sabirniki yozgan nimalari, romanlarini o'qiydigan bo'lsak, ham shundaq yaxshi bir narsani o'zini ifodalagan, bir narsani ifodalashga esa hamda alomat ham ifodalaydi hamda. Buning o'zi nima deydi degan vaqtda fasohat deydi. Fasohat, balog'at deydi-da arab tilida. Fasohat, balog'at deganning o'zi o tilniki fasohatligi hamda go'zalligi mana aytgan vaqtida. Balog'at yana har qanday bir narsani tegi-taktiga yetkazib turib o'zi tushuntirish degan bo'ladi. Shundaq o'zi tushundirgan narsalar bor bizning shu romanlarimizda. Shu romanning o'zini o'qib yoki anglab bersa, bolalar shu bir tal romanni o'qib chiqsa, demakki tilida nurg'unlagan o'zgarishlar, nurg'unlagan ilgirlashlar mavjud bo'ldi. Ya'ni bizning tilimizmi zodi boshqa millatniki har qanday narsani ifodalay oladi degan yerga yetadi. Misol bizniki tilimizda, romanlarimizda Subuydi roman degan kitoblarni o'qigan biz o'z vaqtida. Xitoyniki dangliq bir o'zi kitoblar shu, romanlari. Shu romanning o'zini Xitoyniki shunday dangliq shu romanning o'zini tarjima qilgan vaqtida shu Xitoyning tiliga yetib eshib ketgan bizning tillarimiz. Sinkongniki o'zi, ya'ni G'arbga sayohat degan kino misol, Subuydi roman degan shu Subuydi degan kinolar misolda. Shu kinolarning hammasi nima desa, shu tarjima qilgan vaqtida ashundaki ichidagi narsalarni tamoman to'liq ifodalagan holatda tarjima qilgan shu tarjimonlarning o'zi. O qadar go'zal yani. Uning o'zi ichidagi Xitoylarni ko'msa, ovozdan bu kinoning o'zini Uyg'urlar ishlagan kino ekan deb qoladi hamda. O qadar o'zi go'zal ifodalagan. Ya'ni bu nimani bildirdi desa, ya'ni bizning tilimiz hech bir zaman boshqa bir millatning tilidan qilib qoladigan, boshqa bir millatningki tilidan töven bundaq darajasi, töven bundaq ifodalash usuli, ifodalash darajasi uning yetmaydigan bundaq bir til emas, hatto to'liq o'z ifodalay oladigan har qanday narsani. Bundaq bir til ekanligining o'zini ko'rsatdi degan gap. Ya'ni shu 5-boshqarma harakati degan shu Angliyaning filmlari deymiz, 2-dunyo urushining shu Gitler'niki nimalar deymiz. Masalan, shu Sovetniki, Stalin'niki shundaq kinolarning o'zini ko'rsak, shu kinolarning o'zidimi Uyg'ur tili o qadar go'zal shu narsalarning o'zini ifodalagan. Masalan, ko'rik deymiz. Shu kinolarni ko'rgan bo'lsa, xuddi shu ichidagi odamlarniki boshqa millat ekanligini ko'rmay, unda quloq bilan tingishgan vaqtda xuddi Uyg'urlar ishlagan kinodek. Shundaq holatda ovoz bergan, shundaq o'zi go'zal ifodalagan. Demakki bu yerdagi maqsad nima degan vaqtida boshqa tilni alohida bilib, o'zimizning tilni bir kichik doiraga kontrol qilib qo'yadi, monopol qilib olmasdan, uning o'zini agar o'zi to'liq o'rgangan vaqtida nima bo'ladi desa, har qanday narsani ifodalashga yetadigan bir til ekanligini biz o'zi tushuna olamiz degan gap. Shuning uchun biz bu yerda tilimizni monopol qilib olgan, ya'ni boshqa millatlarning tilini alohida bilish, boshqa millatlarning tilining o'zini Xudoning tili, jannatning tili deb xuddi bizning tilimiz jahannamning tiliga o'xshash bundaq muomala qilish nihoyatda og'ir bir o'zi jinoyat deb hisoblandi bizga. Shuning uchun bizniki bo'libmi diniy sohadagi odamlarda bundaq ishlar nihoyat og'ir. Ya'ni boshqa shu arab tiliga, fors tillariga ko'ngil bildigan, o'zining tiliga kelgancha desa ko'ngil bilmaydi. Hozir shu tarjim qilgan kitoblar qarasa, shu bir oliy maktabni hech bo'lmasa boshlang'ich yani to'liq o'tirning o'zini o'qib, uningdagi maktabda o'qiganlari, ya'ni diniy maktabda o'qiganlari nihoyat oz bo'lganligi uchun ana nim qilgan vaqt tarjim qilgan vaqtidami, arab tilini tarjim qilgan vaqtidami, shu hozirgi zamon Uyg'ur tiliga yaqinlashtirib, bundaq bir tarjim qilmagan kitoblar jiq. Nima uchun degan vaqtda o'zining tilini yaxshi bilmaydi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda
Birinchi özümüzün tiliga nayet ehmiyet beriş, özümüzün tilini nayet yaxşı bilişimiz lazım. Bunundan özü başka tilini bilişke hacet yok degan gap chiqmaydi. Biz özümüzdekini yaxşı biliş ve ikkinchi tilning ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi bo'lsa 10-chi, 20-chi tilning o'zini bilib ketsin mayli. Unda hech qanday nima yo'q. Ammo o'zingning tilini bilmay turib, 100 xil tilni bilib ketsangmi, o seniki Uyg'urni ifodalaydigan hech qanday bir narsang yo'q. Shuning uchun bu yerdagi narsani nima degan vaqtida öz tilimizning o'zini boshqa tilniki soyasida, boshqa tilni kontrolli ostida monopol qilib qo'yish bu nihoyatda og'ir jinoyat, haqorat tilimiz qilingan. Ajdodlarimiz qilingan o'zi bir haqorat, ya'ni. Ballarımı onun üstüge til öğretken vaqtida yoki boshqa tilniki o'zi alomat o'zi hamma narsani ajoyib o'zi bir o'zi ifodalayotgan qilib undaq o'zi so'zlab yurishga hech qanday hojat yo'q. Bizning tilimiz o'xshashli bir til ekanligini desaklar bo'ldi. Ortiq o'zi hech qanday narsa yo'q. Bilsak, o'zimizning tilni to'liq bilgan vaqtida boy deganga o'xshash hamma narsani yana ifodalay olamiz. Shuning uchun bu yerda biz asla o'zi boshqa tilni özümüzün tilini üstüge qo'yishimiz, özümüzün tiliga ahamiyat bermaslik bu nihoyatda bir o'zi qilig'imizniki nihoyat satlashib ketgan yerlar misol. Hozir misol Saudiya Arabistonga misol borsak, aşağıya o'z vaqtida 80 ming Uyg'ur ketgan deydiki, hozir bir 80 Uyg'urchani to'liq so'zlaydigan 80 Uyg'ur bormi yoki 800 Uyg'ur bormi onu bilmaymiz misolda. Yani o kadar jiq Uyg'ur ketib, aşağıda butunlay assimilyatsiya bo'lib, tilini, madaniyatini tamamen yo'qotishning butun sabablari nima degan vaqtda o'zini kichik ko'rish, o'zining til, madaniyatini kichik ko'rish, to'van ko'rish va boshqa yani arabniki madaniyatini, arab tilini alohida bilish. Bo'lganligi uchun u o'ziniki arabcha, aşağıya ko'rib arabcha o'rganganlikka ve ballarniki tamamen arablashib, arab bo'lib ketganligi qo'shilganlikdan bo'lgan narsa. Buni o'zi qanchinchilik ekanligi aniq bilmasammi, ammo shu Erkin Asa radiosiga deymi, birsiga bir intervyu bergan bir odamniki nimasini anglaganman. Yani ballarniki arabcha so'zlaganligiga, arablashib ketganligi qo'shilganligi, chunki u qiyomat kunsi Alloh taolo jannatda o'zi, yani Alloh taolo qiyomat kunsi arabcha so'zlaydigan bo'lganligi uchun ballarniki arablashib ketganlikka u odamning rozi bo'lganligi to'g'riliq shunday gaplarni anglaganman shu vaqtda. Bu nihoyatda og'ir bir jinoyat. Chunki u tilniki orasida Allohning tili deydigan hech qanday bir til yo'q. Alloh dunyodagi qancha ming millat bo'lishidan qat'iy nazar uning hammasining tilini bildi. Alloh va insonning orasida tarjimon ketmaydi. Shuning uchun bu yerda biz özümüzün töven düşürüp, özümüzün milletini, milli kimligimizga münasebetlik narsalarimizni töven düşürüp, başqalarnikini nayet yuqori ko'rsatadigan, özümüz yuqori ko'radigan va boshqalarga, avlodlarimizga yuqori ko'rsatadigan bundaq ishlarni qilishimiz nayet xatarlik. Masalan, O'rta Osiyo bilan Turkiyani misolga olsak, Turkiyadagi Uyg'urlar hammasi turklarni nayet cho'ng bildi. Onun için u yerdagi Uyg'urlar 6 kunda o'zi assimilyatsiya bo'lib, hammasi qilajak, etijak deb aşağıda o'zi arabcha nima turk so'zlab, ballarni hammasi turk so'zlagan xo'sh bo'lib yurdi. Andaki o ballar az kundan keyin o turk so'zlagandan keyin tili birning dili bir degan bir gap bor bizda. Shuni o tili birlashib ketgandan keyin madaniyatniki nurg'un qismlari birlashib ketdi degan gap. Shuni o ballar berib Türk'e tigip kızlarımız, oğullarımız Türk'ünü elip şunu aşağıda yoqab ketgan gap. Türkiye'ye çıkışta maksat özümüzü saklap kalışmı yoki yo'qib ketishmi? Masalan, vatanning sirtiga chiqishdagi maqsadimiz biz vatanning sirtiga chiqib yo'qib ketishmi yoki bo'lmaydi? Mavjudligimizni saqlab qolish uchun chiqdikmi? Buning o'zini biz bilishimiz lozim. Vatanning sirtiga chiqib lekin boshqa millatniki madaniyati, tili hamma narsani o'zini alohida bilib, o'zimizniki kelgan chaqda xuddi o'zi hech narsaga yaramaydigan narsa holatida ko'rish, bu o'zi ballarimizniki
tez yo'qolib ketishniki asosi bo'ldi. Masalan, O'rta Osiyoniki masalasiga kelsak desa, O'rta Osiyoda Uyg'uril jiq deymiz. Lekin Uyg'uril jiq bo'lgan bilan u yerdagi Uyg'uril desa, o'zini boshqa millatlardan madaniyat jihatda yuqori ko'rdi. Amaliyotda yuqori zot Uyg'urlarning madaniyati. Unda bo'lgandan keyin u yerdagi Uyg'urlar boshqa millatdan o'zini farqli hisoblaydi va boshqa millatlarmi zaten o qozoqlar, qirg'izlar bo'lsin, Uyg'urlarning madaniyat sohasidagi ishlariga hurmat qildi zodi. Hurmat qilgudek darajada bir madaniyatimiz bo'lganligi uchun. Shu u yerdagi degan vaqtda u madaniyatimizda, ya'ni tilimizda hech bo'lmasa o'zimiz Uyg'urlik ching turdi. Ham u yerda hozirgi vaqtda boshqa yerlik millatlarga to'y qilgan ishlarni övcep ketishlik, aşınanğa öz diqqat qilish lozim. Bizde bir gap bor, ata-bobomizning qolgan. Boshqa millatdan qiz elishga bo'ladi, qiz berishga bo'lmaydi deydigan bir nim bor. Bu o'z ata-bobomizning kelgan bir güzel bir söz, güzel bir nasihat ona aytgan vaqtida. Boshqa millatga qiz bergandan keyin o qiz yo'qolib ketadi. Ya'ni shu boshqa millat bo'lib ketadi. Kız alsa, o oğul alıp noç olsa, o kızın özünü assimilasiya qilib, o yerda Uyg'urlashtıra oladi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda qiz berish kelib qolsa boshqa millatga o'z millatimizga bergan vaqtda ikki qatim o'ylansak, u boshqa millat bergan vaqtda 2000 qatim o'ylanish lozim. Shuning uchun halqi O'rta Osiyolik qarindoshlarga va dunyoning har qanday yeri qarindoshlarga deydiganimiz nima degan vaqtida balalarimizga o'zimizning madaniyati, tilini, ya'ni tilni o'rgatishdagi maqsad shu madaniyatimizni hammasini to'g'ri yaxshi o'rganish uchun o'rgatamiz. Shuni yaxshi o'rgatib, balalarimizning o'zini Uyg'ur ruhi bilan tarbiyalagan vaqtida u balla o'ziga o'xshash Uyg'urni izlaydigan bo'ldi. Qizlarimiz Uyg'ur yigitini izlaydigan bo'ldi. O'g'illarimiz Uyg'ur qizlarini izlaydigan bo'ldi. Shuning bilan o'zi bizniki assimilasiya bo'lmay davomlashishimiz ashyadan bo'ldi. Shuning uchun bu tilimizniki boshqa millatdan kam hech qanday bir yeri yo'q. Boshqa millatniki tili dunyoda har qanday narsani ifodalagan bo'lsa, biznikimi uningga yetarli holatda ifodalash qobiliyatiga, kuchiga ega. Hamda tilniki Qur'ondagi o'rni qandaq? Degan vaqtda Qur'ondagi ishiltish o'rni tilda o'z to'g'ri so'zlarni qilish, rost so'zlarni qilish, boshqalarga to'g'ri nasihatlarni qilish, g'iybat qilmaslik, haqorat qilmaslik, bo'hton chapilmaslik, boshqalarga go'zal so'zlarni qilish, bu o'zi Qur'on uningdan boshqa nurg'un nimalar bor. Shunga o'xshash o'zi yaxshi ishlarga ishiltish bu Qur'oni Karim belgilagan bir belgilama. Qur'oni Karim tilniki alohidligini so'zlab, nima deydi degan vaqtda tilni Qur'oni Karim sura Rumniki 22-oyatida va min oyatihi xalqus samawati vel ardi va ixtilafu alwanikum va alsinatikum inna fi zalika laayatin lil alamin deb bayon qildi. Ya'ni Alloh taolaniki bor va birlikka bo'lgan dalil isbotlarning jumlasidandir. Osmon ziminniki yaratilishi. Ya'ni osmon ziminniki ashundaq tug'an holati va insonlarniki tiliniki har xil bo'lishi, rangining har xil bo'lishi Alloh taolaniki bor va birliginiki dalil isbotlaridan deydi Alloh taolo. Ya'ni til, ya'ni bir millatning tili Alloh taolaniki bor va birliginiki dalilniki bir tal dalil degan gap endi. Dalilning birsi ya'ni mana aytgan vaqtida. Endi agar bir millat o'zining tilini yo'qotgan vaqtda qanday bo'ldi degan vaqtda Alloh taolo insonga bergan bu alohidlikni, bu oyatning o'zining bor va birlikka bo'lgan dalilning o'zini yo'qotgan bo'ldi. Ya'ni Alloh taologa, Allohning diniga xiyonat qilgan bo'ldi. Öz tilini yo'qotgan insonlar ikkinchidan degan vaqtda ajdodlariga xiyonat qilgan bo'ldi. Ajdodlarimiz shundaq o'zi o fasohatli, go'zal tilning o'zini bizga omonat qo'ysa,
biz ajdodlarimizniki omonati xiyonat qilib, xoinlik qilib, u yerda tilga ega chiqmaganligimiz, u bizniki ajdodlarimizga xiyonat qilganlik, millatga xoinlik qilganlik bo'ldi. Milliy mavjudlikqa xoinlik qilgan bo'ldi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda biz o'zimiz bilgandek bolalarımızga ham uni bildirishimiz va Uyg'ur tili orqali o'zimizniki madaniyati, urf-odatning o'zini tushuntirishimiz bu nihoyat muhim. Yani o'zi Sura Hujuratniki 10-oyatida Ya eyyuhan nasu inna xalaqnakum min zakarin va unsa va ja'alnakum shu'uban va qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innalloha alimun xabir degan mush oyatning o'zida nima deydi degan vaqtda sizlarni Alloh taolo deydiki shu'uban va qabaila ya'ni aymoq va qabila qilib yaratdik deydi-da. Nima uchun degan vaqtda lita'arafu bir-biringlar bilan ma'rifda o'zi bahslashishinglar uchun. Bu nima degan bo'ldi degan vaqtda bir yerda 2-3 millat birga yashagan vaqtida u millatniki har birisiniki o'zi ijod qilgan narsa ayrim-ayrim bo'ldi. Ayrim-ayrim bo'lgandan keyin u millatlar bir-birisiniki shu alohidligidan o'rganish orqali yana undan yuksak bir narsaning o'zini o'ttirga chiqardi. Misol buningga Türkiye'ni misalga alsak, Türkiye'de misal Rimliklarniki, yani Rumniki o'zi şu taş nimalardan binani o'zi taşlı yasash, Türklarni taşlı yasash shundaq narsalardan foydalanganki o'z vaqtida Türklar keyin bu yerga kelgan vaqtida hozir mechitlarning o'zini, jamilarning o'zini yasagan vaqtida qanday qildisa, shu Rumliklarniki qo'shash, ayndaq o'zi Türklarni taşda Hozir dunyoning haqqasi yerlarida shunday yasaydi. Va lekin buningdan necha 100 yil burun yasagan binolarning o'zimi shunday toshda yasagan Türklarning o'zini shunday binolari bor Turkiyaniki. Osmonli zamonlarda. U nima degan vaqtda Türklar shu vaqtda boshqa o'zi madaniyat, boshqa millatdan shu madaniyatning o'zini binokorlikdagi shunday madaniyatni o'rganish orqali ustidagi gumbazning o'zini qoldirib qo'ygan Şu gumbazning o'zini shunday Türklarni qo'yib tepib qo'ygandan keyin u Türklarniki yangidan bir o'zi ijod qilingan bir madaniyatiga o'zi nim qilgan endi o'tgan. Demak bu yerdagi narsa nima degan vaqtda Alloh taolo insonlarni millat va qabila qilib yaratishdagi maqsadimi bir-birisi bilan so'qishib o'zi jadal qilish uchun emas. Har bir o'z yasagan narsani o'ttirib chiqargandan keyin u narsadan insonlar, ya'ni har millat o'zi foydalanib Unudun yani alohida yana bir narsani ijod qilish. Masalan, besni chaponniki har yerlarga har xil gullarni tikkan bo'lsa, Uyg'urlar yana bir xil gulni tikkan bo'lsa, u yerda bundaq o'zi shundaq chaponni tikilgan insonlar to'xtabdi. Aniki ma gulning o'zini mayaga qo'ysam, texmi go'zal bir narsa chiqar ekan. Deyish orqali texmi o'zi bir-biriniki shundaq madaniyatlarni almashtirish orqali texmi yuksak bir madaniyat barpo qilish uchun Alloh taolo bu yerda nima qilgan desa, millatlar qilib, qabila qilib yaratganligining o'zini sababini shundoq deb tushuntiryapti. Qur'onda millatini suyish, millatchilik qilish, ya'ni millatchilik qilish, millatini suyish bu nihoyatda o'zi go'zal bir ish ekanligining o'zini bayon qildi. Ama milletçilik qilish milletini suyish bilan cheklanishi va boshqa millatni haqorat qilishga ep bo'lmasligi to'g'riliq bayon qildi Qur'on. Shuning uchun "Wala tasubbul lazina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha adwan bighayri ilmin" degan oyat, "La yaskhar qawmun an qawmin" degan oyatlarning hammasi nima desa, bir dindagi insonlar ikkinchi bir dindagi insonlarni haqorat qilmaslik, bir millat ikkinchi bir millatni haqorat qilmaslikni o'z bayon qildi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida hozir til to'g'riliq to'xtalyapmiz. Ya'ni shu boshqa millatni haqorat qiladigan, boshqa millatni so'kadigan narsa til bo'lganligi uchun u yerda biz o'zi tilimizni Alloh taolo ashundaq yerda chekining o'zini biz ko'rsatib qo'yganlik. Ya'ni
Til her millatniki milliy kimligini namoyon qiladigan, tunishtiradigan eng muhim o'zi qoral. Til orqali, o'zimizning til orqali Uyg'ur madaniyatini, Uyg'ur urf-odatini, Uyg'ur tarixini va Uyg'urniki milliy kimlikka munosabatli har qanday narsani boshqa millatga til orqali tushundiramiz. Yoki bo'lmaydi o'z avlodlarimizga shu o'z tilimizni yaxshi o'rgatish orqali o'zimizniki madaniyatimizni, har narsamizning o'zini, milliy kimligimizga munosabatli narsani o'zini tushundiramiz. Agar bir millat o'zining tilidan ayrilib qolgan vaqtida o'ziniki milliy kimligidan va milliy ruhidan ayrilib qolgan bo'ldi. Ya'ni milliy kimlik va milliy ruhiniki ko'p qismidan ayrilib qolgan bo'ldi mana shu vaqt. Bütün hamma tarafdan o'lmagan taqdirdami, nurg'un taraflari o'lgan bo'ldi. Chunki boy deganga o'xshash, masalan, men faqatla o'zi Arabiston turib, arab so'zlab o'rgangan vaqtida mening mijoz xulqim tamoman arablashib ketgan bo'ldi. Bir Uyg'urni qishib olgan vaqtida, Uyg'urniki mijoz xulqining o'zini men yoqtirmaydigan bir holat shakllandi. Tamoqlarini yoqtirmaydigan, kiyim-kechaklarni yoqtirmaydigan, gap so'zlarni yoqtirmaydigan bir holat shakllandi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida o'zimizning tilni o'rganish va o'rgatish avlodlarimizga birinchi farz ekanligi. Alloh taolaning bo'libmi Qur'oni Karimdagi Alloh taolaniki insonlarga qo'ygan bir omonat ekanligi, ajdodlarimizning omonat ekanligi va millatimizniki milliy mavjudlig'iniki namoyandasi ekanligi, asos ekanligini bilishimiz lozim. Her millet öz tilde sözlügen vaqtida o özü öz milletinin özünü, milli mevcutluğunu şu sözlügenlik velallah milli mevcutluğunu ki bir kısım, asasen özü köp kısımlarının özünü, köp kısmını namayan kılgan boldu. Yani biz bir yerde bir Uygur bilen Uygur sözleşken vaqtida başka millet derhallikin bizni Uygur ekenligimizni bildi. Yani şu yerde biz Uygur kimliginin özünü namoyon qilgan bo'lamiz. Mani kimligi Uyg'urga deb boshqalar bildi. Biz bu yerda vat Angliyaga kelib o'tirib, o'zi ingliz so'zlab o'ltirsak, u vaqt nima deydi desa, boshqa millat bizni bilmaydi u vaqtda. Bizniki do'ppini kiyib, Uyg'urcha so'zlab mang'inimizning o'zimi hozirgi vaqtda nima desa, milliy mavjudligimiz uchun qilingan bir kurash bo'lib hisoblanadi. İnqilab davamlı bayrak götürüş bilen bo'lmaydi, qoral götürüş bilen bo'lmaydi. O bayrak götürdiği vaqtda bayrak götürdiğen gap, qoral götürdiği vaqtda qoral götürdiğen gap. Onu da başka vaqt desa davamlı o'zi biz şu dopimizni kiyib, Uyg'urchamizni ravur so'zlab, shunday bansaqmi? Boshqalar o'zi bilmay qolgan bo'lsa, "Voy sen qaysi millat" degandiklar, bizning tilimizni anglab, "Sen qaysi millat" deb so'raydi bu yerda, Angliyada ko'p uchurtimiz undaq ishlarning o'zini. Qaysi millat degandikinlar Uyg'ur degandikin, o yerda birinchi so'zlab o'zimizniki Uyg'urligimizni va Uyg'ur xalqimizni va hozirgi bo'layotgan ahvolimizning o'zini tunishtirib olishga ham fursat chiqadi degan gap. Shuning uchun bu yerda Uyg'ur tilimiz, ya'ni ona tilining o'zini o'rgatish avlodlarimizga bu nəhayəti muhim ekanliginin özünü bildirdi. Bunun özünü başqa millatning tilining ostida qo'yib qo'yish, başqa millatning tiliniki ostida uni monopol qilib olish, o butunlay jinoyat hisoblandi. Shuning uchun hurmatli qarindoshlar, Qur'oni Karimda "Ve amma bi ni'mati robbika fahaddis" degan oyatlar va uningga nurg'unlagan oyatlar va Alloh taolaniki bergan ne'matlarini so'zla degan o'zi oyat o. O ne'matning birisi nima degan vaqtida Alloh taolo bizni Uyg'ur qilib yaratganligi, tilimizni Uyg'ur tilida so'zlaydigan qilib yaratganligi Alloh taolaniki bizga bergan bir ne'mati. Bu ne'matga tuzkorlik qilib,
Evlatlarımızga toğra tüzük ögetmey, onundakin özü kızlarımız başka millet gitewatkan, oğullarımız başka milletni elewatkan mundaq halatni şekillendiriş, yuqorida biz dep ötken okşaş, milli mevcutluğumuzniki yıldızga palto urganlyk, ecdatlarımızga ve milletimizge hıyanat qilganlyk. Allah Taala'nınki başka her xil tilda yaratganlygy, yani Allah Taala'nınki bir ayetiga hıyanat qilganlyk bolup hesaplandy. Allah Taala'nın bar ve birliki dalalat kılgan bir delilge biz hıyanat qilgan bolamiz. Şunun için biz bu tilimizni hiç bir zaman başka bir tilniki monopoli astida koymaslığımız, onun özünü mustaqil bir til halıtıda tunuşimiz ve mustaqil bir til halıtıda muamele kılışımız ve öğütüşümüz lazım balalarımızga. Hoş. He, Allah razı olsun, rahmet. Hem de şu Kur'an'da nezer, bunun da böyle bir dini program boğaçka, hem milli nümümüzden ve yüzümüzden Uygur tilimizi qoğdaştan mühim ekanligini hem sözledik. Bunu dini asaslarını dep öttüler. Bu bizim vatanda bir ömür hem de mesela dini mektepke barsa, ma penni mektepte okugan bilimden okumaydigan, yakımız hiçimiz Uygur tilini mi alaka? Gramatika, til edebiyat degenlerni qat okumaydilar. Şunu bilan onundan keyin hatta haligi dinde okuganlar, pende okuganlarni düşman ko'radigan böyle bir holatlar barchu buchu. Tamam buni Xitoy o'zi keltirib chiqadi, Kommunist partiya keltirdimi deylar. Shunaqa atif qutullar endi shu. Ammo lekin hayotda yani boshqa yerga chiqqan chog'da man yine shu. Yine ashula ko'z qarashlar mavjudchu. Shunaqa bu arab tilini nihoyatda cho'ng bilib ketib, undan mesela Saudiya Arabistonidagi radioda anglagan heliqi odam nimishqa faxrlanadi desa, o'zining Uyg'ur millati bo'lib qolganligini xo'rlik his qilib, shuni uni arabga assimilyatsiya bo'lib ketganini sharaf his qilyaptichu. Asli nihoyatda sharafsizlik deb his qilish kerak unichu. Elbette, elbette. Ammo uningga u odam diniy asos turg'izganchu. Ama Xitoylar nimishqa bizga irqiy qirg'inchilik qilyapti desa, biz 75-80 yilning yanqisi bu Xitoy shu qadar zulm qilibmi, yine binas qilibmi, bizning tilimizni qo'limizga ololmagan. Oxiri bu biroqlan bularni shu beldilni o'misak, peydin qiqmasak bo'lmaydi ekan. Bularni majburiy assimilyatsiya qilmasak, kamqit qilgan tiqib, bolalarni ota-onasidan orib olib, o'shunday qilmasak bo'lmaydi ekan degan yetmaydi qilg'uchi. U yerda bizda bir o'zimizning milliy g'ururini qo'g'dash, bularni ona tilini qo'g'dash faoliyati bo'ldi, kurash qildi xalqimizchu. Hozir uni o'tayotdi. Ammo chet elda siz degandek, men shundoq arab tilini Xudoning tili yoki jannatning tili deb cho'ng bilib, o'zi tug'gan davlatning tilini o'rganmasdan aytganchu. Turkiyada tug'anlar turkchani bilmaydi. Kurtlar Vadisi qarab yoki bo'lmasa Ashqo Mamnu degan nimalarga qarab televizorni o'rganib olganchu. Ba'zi bir til qatorida muomala qilib o'rganmaylik uchun. Ana o'g'andan keyin bolalar bilan bo'lgan aloqadami tug'ilgan bolalar turkcha gap qiladi. O'zi turkchani yaxshi bilmaydi. Ayda qilib ballama dekincha shu Uyg'ur tilini o'rgangan, bilgan sapaliq mana o'zining milliy g'ururi va ota-onani ko'magachga oldichu. Oxiri o'ma ikkinchi bir millat holatida o'zini his qilib, shuni avtomatik osmonasi bo'lib ketadigan, bir Uyg'urni ko'rsa Uyg'urcha gap qilishni xohlamaydigan, yoki bo'lmasa u Uyg'ur o bola Uyg'urcha gap qilsa darhollam voy sen tuzuk binas gap qilolmaydi ekansan deb og'izga tovoqlaydigan bir ishlar mavjudchu. Shunga diniy tus berib buninggacha undan keyin bunaqa Allohning tili arabcha yoki jannatning tili arabcha deb arabni ko'rsa ta'zim qiladigan, arabni ko'rsa qattiq shu tili nimadan sholiga oqib quyruqlarini shipang'ishlab binas qilib ketadigan manda bir inson holati kelib qoladichu. Bu Uyg'urlarda emas, turklardan bor, boshqa millatlardan bor hozircha. O'rta Osiyodan asta shu taraflar yuzlanyapti hozircha. Buning asosiy nimasi nima desa shu
Qur'on sirtidagi vahiy deb Hı hı. e'tibor qilayotgan, bizga yuttirayotgan paralel bir din tüpeyli buladı. Elbette. Şuna da bu e, bek mühim hem düşün. Sınır Elbette. degan ko'rsatgan nimalar uchun. Bunga diqqat qilmasak biz o otomatik osmonlasha bo'lib yo'qolib ketamiz ham düşün bundan keyin. Doğru. Biz özü burun tatmış programını başlagan tat bazı dep kıvatımız. Biz başka milletten kep kaldığan hiç kandak yerimiz yok. Yani başka milletten biz üstün mü demeyimiz hem tövenmemez yani. Yani başka millet kandak olsa ulan bir insan, bizim bir okşaşlı insan. Bizim ulanın kep kaldığık ya ki yukarı köydek bir yerimiz yok. Okşaşlı bir insan dep tunu sakla. O vakit ne boladı dese Arap Arap kelgan chaqdim, Arap degan kim u? Bizga o'xshashli bir inson. Uning tili arabcha xolos. Degandekilla u ish hammasi o'tirib chiqadi. Shu vaqtda uni alohida o'zi bilib ketmagandan u bu odam arabcha so'zlasimi, uning o'zini olim deb hisoblamaydigan. Olim bo'lsa olim deymiz zaten. Arabcha bilib turib bir cho'ng bir olim bo'lsa olim deymiz. Hem ikki so'z arabchani bilib olgan yoki Qur'onni yodlab olgan odamning o'zi olim deydigan bir ishlar bizda mavjud. Qur'onni butunlay yodlab olgan Emma hiçni bilmeydi. Dinden hiçni bilmeydi. Ama qarqosak qarıyla va aşının özünü mana aytam çoğun bir bilip geldi endi. Alimde xapolup tek ola. Ölüma deyiş gerek onun özüne. Bundaq bir näsle mevcut da. Şunun için bu yerdeki näsle bu diye vaqtda biz özü başka milletine hakaretleş emas bu yerde. Özümüzni bilişimiz lazım. Özümüzdeki näslerge kıymetini bilişimiz lazım. Onu özü özümüzdeki näsindeki qadr qimmatiga o'zi yetishimiz lazım. Bu oңay kelgan narsa emas. Bizning tilimiz nihoyat o'zi boy bir til, boy deganga o'xshash har qanday bir millatniki kitoblarini yoki bo'lmaydi kinolarini tarjima qilsa, ashnaqa yetib eshib keladi bizniki. Shu tarjima qilgan shu tarjimonlar so'zlaydigan bo'lsa, endi hayron qilib shundaq. Bizni uydami davomli hozir yangidan tarjima qilayotgan shu Yaponiyaniki, şu Avrupa'nın, Hindistan'daki kinolarını alqı az-azdan ayda tercüme qilib qo'yib qo'ygan nimalar borki, TikTok'da. Ashni ko'rib hayron qilib, shundoq go'zal tercüme qilib qildi. Demak, bizning tilimiz hammaga yetadi degan gap. Yetgandikin bu yerdagi narsa nima bo'lsa, biz uni yetmaydi qilib ko'rsatish yoki bolalarimizni to'liq o'rgatmasdan undan o'z bolalarim Uyg'urcha bilmaydi deyishning o'zi bu ballanın xatalığı emas, bizning xataligimiz. Ballığı ta'til vaqtida bir atal Uyg'urcha romanni, Uyg'urcha tilini nimqandan keyin o'qishni o'rgangandan keyin bir atal Uyg'urcha romanning o'zini o'qib chiqaman desak, u balla bir qatim, ikki qatim o'qib chiqqandan keyin nurg'un narsani bildi. Nimada o'zi ta'tilda misol bir yerim ay ta'til bo'lgandan keyin bir ikki tal kinoning o'zini, Uyg'urcha kinoning o'zini, qiziq kinoni beni qo'yib bergan bo'lsak, balla ashada Uyg'urcha so'zlaydi. Demak, bu yerda bizga nurg'unlagan aloyidlik bor. Ham bizga to'sal qilayotgan narsa nima? Bizniki tilimizga monopol tilimizni kontrol qilib olgan, monopol qilib olgan narsa nima degan vaqtda, yana shu o'zi an'anaviy din. Men necha qatim shu programma dedik shu birodarlar bilan misolda Türkiye'de 100 ming atrofida Uyg'ur bor deb anlaymiz misolda. Türkiye'nin haqqasi yerlarda 100 mingdek Uyg'ur bor o'xshaydi rost. 100 mingdek Uyg'ur bor yerning o'zida bir tal o'zi bir televizor kanali. Hech bo'lmasa internetda bir narsa etib, o'shaning o'zida Uyg'urning kinosini, naqshi musiqalarini qo'ydigan bir narsa yo'q. U naqshi musiqani qo'ygandan keyin u bir qism molla chiqib o'shada harom, ma harom deydi, tilini chaynab. O nimenin haram ekanligini bilmaydi. Bu insonlarga nimishqa yo'l berdi desam zodi shu ba'zi vaqtda shundoq g'azablanib ketaman-da. Uyg'urcha naqshiyasi haram, arabcha naqshiyasi u halol misolda. Bu qandoq bir mantiq endi. Shuning uchun bundaq 100 ming Uyg'ur emas, 1000 Uyg'ur boyadimi? Amallı bo'lsa, ashundaq naqshi musiqa deymiz, o'zimizning go'zal shundaq madaniyatimiz bor bizniki. Naqshi musiqa, kino, ashundaq o'zi Uyg'urcha ishlangan kinolar yoki bo'lmaydi Uyg'urcha tarjima qilingan kinolar, ashundaq narsalarning o'zini bolalarga ko'rsatish lozim. Ko'rsatgandan keyin u vaqtda Uyg'ur tiliniki qanchalik o'zi go'zal til ekanligini,
o ifodalashda qanday go'zal ifodalay olganligini o'zini bila oladi. Undaq bo'lmasa desa, u bola nimani bildi oxirida? U yerda molla kesh harom deb nimaga to'yga olsaqmi, nazirga olganda qaytib kelamiz Turkiyada. Tamog'ini bir yo'qlan bir narsani qo'ydi oldimizga yeymiz bitta suv bilan. Şunu bilan orliqqa o'tirg'i 3-4 molla chiqib oladi. Kechda o'z rivoyat so'zlarini shu yerda zeriktirib oladi. Ey, u degan to'y. To'yning o'zida bor, nimada bor, mishkatning nimasida. To'y bo'lgandan keyin ataynakum fahayyana va hayyakum deganda naqshini aytib, daqdinbaqni urib, mandaq o'z to'yini mandaq o'tkazing degan rivoyat bor. Nima deb biz o'zimizniki madaniyatini, o'zimizniki masalan, o'zi to'yni qandaq o'tkazish nimalarining o'zini qila olmaymiz. Buning hammasiniki beshiq chiqib olgan insonlar kim o desa, mollalar. Ya'ni shu bir qism nihoyat yaxshi mollalar bor. O milliy madaniyatimizga hurmat qiladigan, uni tushunadigan, lekin ashundaq o'zi nihoyat xurafiy, radikal ashundaq mollalar bor. Bular desa, millatning beshiga nihoyat ig'ir balavuluqliq, millatimizdagi madaniyatiga bo'lgan o'zi ko'z qarashini suslashtirib aytliq. Masalan, Turkiyada balla kesh turkcha naqsh anglaydi. Nima uchun turkcha naqsh anglaydi? Uyg'urcha naqshni anglayib qo'ymagandan keyin turkcha naqsh anglaydigan gap. Sen u yerda o'zingning naqshini anglayib qo'ysa. Bu vaqtda u Uyg'urcha naqshini, Uyg'urcha o'zimizning madaniyatini tunishtirgan bundaq bir narsani qilmay, uni yo'l qo'ymoqchi desa, yo'l qo'ymagandan keyin uni tutgan yo'li Xitoy yo'li o'xshash. Uyg'urcha so'zlagan Xitoy deymiz buni. Yani aramizdagi o'zi Xitoy o'zi Uyg'ur nima, aramizdagi Uyg'ur nima Xitoy bo'lib ketgan Uyg'ur mana shu aytgan vaqtda yoki Xitoy Uyg'urcha so'zlagan Xitoy ya'ni degan ma'no chiqadi. Sen nima deb o'zimizniki til, urf-odat, madaniyatimizga o'zi ahamiyat berishga ko'ngil bo'lmaydi masalan bu odamlar. Necha qatim dedik buning o'zini. Masalan, hozir Qirg'izistonning o'zida mush Uyg'ur muzikasining o'zini chasi haram, muzik chelish haram deb shu saqalliqning o'zi o'sha yerda o'zi to'y-to'kin bo'lsa, muzik chalsang bo'lmaydi deb ashundaq o'zi alam qilyapti ekan. Bu nima demak endi bu? Şu adam dinni bilgen bo'lamdi shu vaqtda. Acaba Peygamber Aleyhisselam'ın zamanında Peygamber Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye baygan vaqtda Eşrekal bedru aleyna min seniyatil vedai vecebe şükru aleyna min liqaillahi da'i degan naqshini aytib, ya Resul salam aleyke, ya Nebi salam aleyke degan naqshini aytib turib, o'sha daflini chilib, Peygamber Aleyhisselam kutib olganlik hammadan biladi buni. Şu yerda şu Arablar o'zining depin chep turib, o'z madaniyatini nima qilib turib, ay naqshini aytib Peygamber Aleyhisselam kutib olgan. Peygamber Aleyhisselam juma og'zingni chamma adabning o'zini harom o demagan shu vaqtning o'zida. Uni yomon narsaga chasi harom bo'ldi. Fohisha, yomon narsalarga targ'ib qilgan bundaq narsaga chasi yomon bo'ldi. Ammo bizning shunday go'zal naqshlarimiz bor. Shunday naqshini aytib turib, shuni dab, dutta, tamburni chep turib, usulini o'ynab qilsa, nemisi yomon bo'ldi misol. Bu o'zi naqshi muzikani cheklashning o'zimi tilniki bir qismini cheklaganlik. U naqshi muzika deganning o'zi, naqshi deganni, she'r deganni, nihoyat o'zi so'zniki javharlarini o'tirib chiqargan narsa. Fasohatli so'zlarni o'zi o'tirib chiqargan narsa. Unda bo'lgandan keyin uni cheklaganlik nihoyat o'zi ig'ir bir o'zi millatniki bir tilniki, ya'ni nihoyat muhim bir qismini cheklaganlik bo'lib hisoblandi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, har xil sabablar bilan gunoh bo'ldi, savob bo'ldi va hokazo degan narsalar bilan millatning tilini monopol qilib olish u bir jinoyat, u bir xiyonat bo'lib hisoblandi. Buningga misol Qozog'istonda qanchalik bilmaymiz, Qozog'istonda aynib ketdi deb angladik. Lekin bu mollalar dinni bilish kerak birinchi. Tarixni o'qish kerak, payg'ambarning tarixini o'qish kerak. Payg'ambarning zamonida ashun chaqan bo'lsa, demakki o'zi yomon narsaga chelmay, to'g'ri narsaga dutta tamburni chelib, shu yer naqshini esda bo'ladi-ekan deganning o'zini bilishi lozim o'sha insonlar. Benim biz Misrda o'qigan, Palaniyada o'qigan, Pustaniyada o'qigan deydi. U qoida emas, bilishing kerak uni o'zini. O'tganda ash gapni qilibdi, shu bir Qirg'izistondagi bir qarindishimiz. Hozir mushu saqalliqlar, mushu to'y-to'kun, mushu sunnat to'y deymiz va hokazo deymiz, ashundaq nurg'ilgan bo'shlik to'y deymiz.
bir milletning xo'shal bo'lgan kunim bo'ladi-ku. Kichkina bir hamda bir to'y qilgan vaqtida bir xo'shal qo'rab bir to'yda usullarni o'ynab bir naqshini chelib, naqshini aytib, dutta tamburini chelib qildigan bir kichkina bundaq bir xo'shallik bo'ldi. Davomli biz motamda o'tamizmi biz Uyg'ur bo'lganligimiz uchun? Bundaq odamlarga yo'l qo'ymaslik kerak millat. Nima deb yo'l qo'ydi buni? Aşı deganlik gapi hisobma, ikki og'iz arabchani o'qib qo'ysalar shuni bilan o'zi u yerda moshun degan gapi to'g'ri deb lekin u yerda gunoh bo'ldi degan ekan. Ashuni gunoh bo'lsa, unda gunohning o'zida ishlayverish kerak unda gunohni. Agar bizning millatimizga, milliy kimligimizga, milliy ruhimizga, tilimizga o'zi besim ishlatadigan, uni cheklaydigan holatda narsa bo'lsa, ash gunoh bo'ldi desa, unda gunohning keragi yo'q bizga. Shuning uchun bu yerda gunoh qanday narsani qilsa gunoh bo'ladi, buni bilish lozim. Bu mo'lulning o'zi. Ya'ni biz shu naqshi musiqa degan mavzuda biz so'zildik shuni o'zini yomon mazmundagi narsalarga chaqsa gunoh bo'ladi. Bir leqiz gap bilan aytgan vaqtida. Masalan, o'zi shunday yaxshi ittifoqlikqa, millatni qutqizishga, masalan, ilmga, ota-onaga yaxshilik qilishga, bir-birisiga yaxshilik qilishga, shunday bo'lgan o'zi millatni qutqizishga bo'lgan nurg'unlagan isil shunday go'zal naqshlarimiz bor. Shunday naqshlarni aytib, shu yer usulini o'ynab, qilsa buning nemisi yomon bo'ldi. Shuning uchun bu yerda tilga kelgan vaqtida tilni har xil sabablar bilan gunoh bo'ldi, savob bo'ldi degan narsalar bilan uning o'zini pardozlab, o tilni monopol qilib olishga millat bo'lish sifati bilan yo'l qo'ymaslik lozim. Ma yaqinda bir ishlayotgan yerda Qozog'istonlik bir akamiz bordi. 5-6 ay bo'ldi gapni anglag'anim uchun. O'shanda vlog qildigan YouTube'da, TikTok'da shunda chiqadigan danglik influencerlar deb borku. O'shalardan birisi ham chechi boshda qashunda yuradigan qiz bola ekan to'q. Bu oxiri bu islom diniga kirib, shuning bilan chochlarini yapadigan bundaq arabcha kiyinibchi bundaqchi. Yoki ishini yepsi deylik. Tamamen Araplarning yusunda shunda qop-qora kiyimlarni kiyib aşı derecede nıqıb kitibdi da buçu. Hem de qo'shtirnoqchida qattiq taqvo olib kitibdi. Bunga 1 million mukofot berganligimni qildi. 1 million masalan qozoq tangisi desin bir 2 ming dollardek nima ekanda. Buni shu Facebook'larda boshqa yerda yaygan gapda, ama musulmon bo'lgandan keyin men 1 million mukofot qilishdi, u bu debchi. Endi sen musulmon bo'lsang, cho'qim bir arabning kiyimini kiyib olishing shart emas bu uchun. Albatta. Bu mushu xil ishlar hozir shu pompa qilinib, pullar aşağıya yotqizilib, arablarning ta'siri kuchayapti ham uchun. Shu an'anaviy dinni to'xtamay tashviq qiladigan din savdogarlari o'rtaga chiqib hozircha xalqning kallasini qaymoqtiryapti hozircha. Albatta. Iyadagi qarindoshlar qattiq diqqat qilish kerak ekan uchun. Bo'lmasa ish chatoq. Arabning odatini biz ibodat deb bilib oldigan bunda ishlar chatoqda. To'g'ri. Odatni ibodat, din qatori hisoblab, andagi ashliqsa savob bo'ldi. Bu qanday gap endi? Ota-bobamiz misol bir qora kiyim meni opam hech bir zaman qora kiyim kiyganligini bilmayman. Nima uchun kiyimiz biz o arabning kiyimini? O o'zi kiyiversin onun o'zini, o hech qanday o'ziga bo'laverdi. Masalan, tungallar bir ko'pni kiydi, ishtarni kiydi. Masalan, ko'ptining o'zini bir yampichini boshqaday qilib kiyib lekin ishtarni kiydi, tunganning xotinlari. Ondan keyin o'zi lechakni chigidi ketaverdi. Uni ham ash kiyimni kiyding deb kim kafir deya oladi? O'ziniki milliy kiyimi ash shu. Unda qo'yganlik ashni kiyib, yapadigan yerlarni ashni olib yeb qilsa, bo'ldi u musulmonlarchilikning o'zini islomning kiyim kiyish sohasidagi farzini ado qilgan bo'ldi. Ham bizcha desa, biz kelgancha arabning, farisning, turkning kiyimini kiyish bizga farz emas. Bizning o'zimizning shunday go'zal kiyimlarimiz bor. Ash kiyimlarimiz bilan biz Alloh taolo yap degan yerni yapdikmi? Bo'ldi, farzini ado qildik degan gap. Biz o'zimizniki o'zi Arab musulmon emas, Uyg'ur musulmoni bo'lish o'zi bizga eng to'g'risi shu. Bu yerda bir islomga kirgandiklar, darhol Arab bo'lish, Arab bo'lgan vaqtda Arabning kiyimini ichiga kirgan vaqtda islomning ichiga kirganlik bo'lib chiqmaydi u yerda.
Şoňa her millet öz tilide sözleş, öz kiyimini kiyiş bu en adillik hem özü akıl mantyky uygun hem haklyk bir näse. Emma bir millet bir näse kirgendikin onunkini kiyip elişiniň özü o milletki hyýanat kılganlyk, medeniyet hyýanat kılganlyk bolýar hesaplandy. Yeni birisi ki İslam dini değil, İslam dinini şu Araplardan başlangan. Hmm. Dep manda düşünüp aldıgan bir işli var da. Ondan keyin şu dinni ügünüş üçün mesela Kur'an'ny en ahir kitap, en ahir Nebi ekegen kitap şuğan üçün. Hmm. Kur'an'ny düşünüş üçün işte Arap dilini bilmesek bolmaýdy o. Tamam da hemme adamdan çokum Arap dili ügünüş bir mecburiyeti bağma ager İslam Kur'an'ny düşünüş üçün. Bu Kur'an'daki hükümlerge emel kılıp yaxşı bir mümin bolup yaşaş üçün. Elbette endi bu ýerde Arapçyny ýaxşy bildigen adamlar Kur'anny ýaxşy terjim kılsa, toğry alat terjim kılsa boldy. Ay terjimesini okup kılsa bolalardy. Bunu da hemme adam Arapça biliş o şert emas. Çünki o zaten hemme adam Arapça sözlese o wagtda o Uygur tügep Arap bolup getir diýen gep. Şonuň üçin bu ýerdeki näse näme bolsa, dini alimlarmy gatlyk dikkat kılış gerek. Kur'an-ı Kerimni yani Arap terjim kılgan wagtda naýaty ýaxşy terjim kılıç lazım, toğry usulda terjim kılıç lazım. Millet İslamny ögünüş gelse şu terjim kılıngan näsini ögäs bulaverdi. İlla ki o ýerde Arapça okup, onundaki Arapça sözlep turup sözlese o wagtda musulman boldygan. Bolmasa Arapça bilmese o musulman bolamaýan mundaq bir işler asla mövjud emas. Şonuň üçin bu ýerde sawap bolady, palan til özü dini til, Allah'ın tili, cennet tili degендek özü quruq gepler, quruq hikayeler bilen bu öz milletimizniki yani öz tilimizning özüni, milli tilimizni, milli kimligimizni namoyon qiladigan güzel tilimizning özüni bu ýerde ýoktup goýuş, bunu suslaşdyryş, bunu özü ikinci, üçinci özü derjege düşürüp goýuş, bu naýaty nime tilimiz kılıngan bir hakaret, ecdatlarımızdaki mirası kılıngan bir hıyanet o hesaplandı. Allah Teala'nınki ayetige, ayet depti bunu Allah Teala. Özünün bar ve birlik kılıngan birligi karta bir delil depti. Aş delil karta Allah Teala'nın delilini öz köz gelmeganlyk o hesaplandı. Bir sual sorsam bulam beni bir. Boldy. Jaq sorap ketdim. Bugün biraz mühim bir tema bu. Mesela Sure İbrahim'in 4. ayetinde ve ma ersalna min resulin illa bi lisani kavmihi li yubeyyine lehum ayetin aksi feyuzillillahu men yeşâ ve yehdi men yeşâ ve huvel azizul hakim depdi. Bunun ama 4 tane tercümesi varken bir yerde. Mesela ben Enes alimdekini okuyayım. Biz her elçini öz kavmige bayan kılışı üçün öz kavminin tili bilen elçilikni yetkizdigan kılıp evetdik. Andın Allah halagan kişini azdırdı, halagan kişini hidayet kıldı. Allah azizdir, hikmet bilen iş kılıcıdır. Mayadaki endi ezip gitti iş ya ki hidayet tepişinler asaslık sebebi nimiken dese üzünün tili de şuna ama elçinin ekegen nesine üzünün tili de ügenmegen vaxtıda. Ya ki şu İslam dini ya ki Kur'an-ı Kerim şu milletinin şu kavminin üzünün tili de düşündürülmegen vakitte kanda oldu dikemiz şu çap ezip gitti dikemizde. Ne müydü düşündüm doğru mu bu düşünüşüm? Doğru. Çünkü öz tilde onu düşünmegenden keyin başka milletin tili de o bütün avam halkının hemmesi başka milletin tilini bilmeydi de bilmegenden keyin bu onun özünü düşünmeydi diyen gep. Mesela biz küçük vaqtda benim apam şehadet kelimeleri ve keza aşu elhamdü deyimiz sure Fatiha uşaq söyleme şu kul Allahu ehad kul euz birabbil felak degендek Kur'an'ın ahirki 10-15 surelerin hemmesini şu apam yada uzgan bana küçük vaqtımda.
Ama apam Arapça hech qanday narsa bilmaydi misol. Hech qanday o'z bir so'zni bilmaydi. Hem aşağıda bana dinni öğütüvatkan boldu da, hem öğretken boldu şu Kur'an'daki ahirki sörelerini yada kılış arkalık. Men o sörelini yada aldım. Lekin onu da hiç kandak näse bilmeyim. Demek bu yerki näse nemeke diye vaqtida öz tilida bir näse yeziliş gerek. Yani alimlarniki, bizdeki alimlarniki en cahil tarafı neme diye vaqtida bir yer keleyli. Bir mesele kelgen vaqtida bir-birimizga haqorat qilmay, aş meseleni o'rtaq bir yerga kelib yashayli, hal qilayli. Kitapni aşındaq o'zi yazayli. Men ana sajimga degan uning o'zini. Men bir o'zi Qur'onni tarjim qilgan bir ishni chiqarmay, mush til tarjim qiliblar, mushuni o'zi ikkimiz birlikda o'tirib yaxshi bir ko'rib chiqayli. Balkim men bir yerga ko'z qarashimni o'tirib qo'yaman, ashtaq qilish orqali bir tuluqlab, unidekini chiqarayli. Desem uni aldirab chiqarib adam. Chiqarganim Allah razı olsun. Lekin bu yerdagi narsa nima degan vaqtida yaxshi shu diniy soat yaxshi o'qigan insonlar birga kelib Qur'onning o'zini keng doira qilib, keng doiralik ashundoq o'zi tarjima qilsa, tafsir qilsa, andagi xalq sunsa, o xalq uning o'zini o'qib, din degan nemaga uning o'zini tushuna oladi. Hozirgi vaqtda masala nada degan vaqtda shu olimlar bo'ladi. Olimlarning o'zimi din nima tushunmaydi. Birinchi masala shu yerda, uning uchun bu yerda tarjim qilgan narsalarning o'zimi palpat shu bir narsani tushunga olmaydi. Shunga bu yerdagi o'zining ham nima bo'lishidan qat'iy nazar, yana ash Qur'onning tarjimasini o'qisa, arabcha o'qiganda mingaza yaxshi, arabcha o'qisa zaten hech nima tushunmaydi, nol o tushunishi. Ammo uyg'urchasini o'qisa, har holda biroz bo'lsa tushundi. Unda bo'lgandan keyin shu uyg'urchani o'qib, shu Qur'onning yilga shu Ramazon vaqtida Qur'onni xatm qilgan odamlar bor, kunlik nachinam qilib shu 3-4 qatim o'qib chiqdim degan odamlar bor. 3-4 qatim Qur'onni o'qib chiqishga hojat yo'q. Bu bosh Qur'onning tarjimasini shu boshdan oxir qilib turib, shu zodi ko'ngil qo'yib turib, ana bir qatim o'qib chiqsa, nurg'unlagan diniy sohadagi ma'lumotlarga ega bo'la oladi. Shuning uchun qarindoshlarimizga deydiganimiz özümüzün tilde bo'lgan narsalarga ahamiyat berish, o'zimizning tilga ahamiyat berish, avlodlarimizga o'zimizning tilni nihoyat yaxshi o'rgatish bu nihoyat muhim vazifa gardimizdagi. Agar uni qilolmasak, u vaqtda biz Uyg'urlik da'vosi qilishga hech qanday o'zi salohiyatimiz qolmaydi. Allah razı olsun. Ahmetciğim ben soramayı sualını. Senin sual soranla başka yerden kelgen sualı bağmadır. Sana.
Xasdır. Allah Allah Allah. Hı. bu bu sualning o'zimi hamda xato bir savol bu-ku. He. Savol xato bo'lgandan keyin bunaga asl javob berishmi o'zi to'g'ri bo'lmaydi aslicha. Misol, Arab oyatdan birisining o'zini tarjima qilgan vaqtida buning dalili, buning to'g'riliqi dalili nima yoki ash tarjimasi ekanligi dalili nima degan gapning o'zi, masalan, inglizcha men noyayman degan gapning o'zini uyg'urchaga shunday tarjima qilsak, buning dalili nima deganda hali bir gap hamda. U vaqtda bir ingliz qilib berib desa, bu mantiqsiz savol deydi. Hech qanday qoidaga tushmaydigan halqi nima deymiz buni o'zini? Ayndaq bir narsa deydi-da endi. Shu bundaq narsaning o'ziga halqi bu burunmi bo'lgan bundaq gaplar. Buning dalili nima? Hozirgi vaqtda Qur'onniki Allohniki so'zi ekanligi daliling nima deydigan gaplarmi o'tirib chiqyapti-ku. Umi o'tirib chiqyapti. U uning dalilimiz yo'q. Dalilimiz nima degan vaqtda faqatla bir dalil Qur'onniki o'zi, ya'ni Qur'on bir to'g'ri bir narsani o'tirib qo'ya olganligi, Qur'onda bir insonlarga to'g'ri bir narsani ko'rsata olganligining o'zi bu Qur'onniki haq bir kitob ekanligi, Allohning so'zi ekanligi ashadni o'zi nima qildi. Bo'lmasa uningga hech qanday bir dalil boshqa biz mana guvoh Alloh taolo mushtaq qilgan vaqtida degan hech qanday narsa yo'q. Yana bir tarafdan nima desa, Qur'onga o'xshash bir kitobni insonlar keltira olmaganligining o'zi bir dalil endi. Mana deb vaqtida. Ayndaq bir dalillar bor. Bu yerdagi bu mavu Qur'ondagi oyatning tarjimasi ekanligi nima daliling bor degan gap endi bu faqatlalqi bir hech qanday qoidaga tushmagan bir savol. Buning javob berishning o'zi bir nima endi. Javob berishga hojat yo'q bir narsa-da mana yoqda. Asli muddao g'arzi haqni tepish bo'lsa, bunda bu ko'chalar kirmaydi, bunda shekilli kirmaydi. Asli bu yerda maqsadi nima desa, asli muddaosi. Sen buni dalillayolmagandek, shu ishonishga majbursan dedi-da. Mana Qur'on ishongandek, hadisga mana ishonishing kerak dedi. Asli masalan bir oltin desak, bu oltin otamdan, bobomdan miros qolgan oltinmi shu deb ko'rsatgan Bu odamlarga nonni ko'rsatsak, ma u non desa, bu non deydigan nima daliling bor deganda bir gap. Kichik bo'ldimi ta? Endi insonlar har xil bo'ldi. Endi masalan, sizlar ovoz yo'q, bizda ovoz anlatimiz yo'qmi? Endi Ovoz bor. Ovoz bor. Masalan, İbrahim Aleyhisselam bilan Musa Aleyhisselamning Allohdan so'rgan savollarini odamlar o'ylasa, kichik bolaning savolichu. Ya'ni kichik bola so'raydigan savollar. Uning qarab insoniyatning aqlimi ash kichik bolalikdan pishqan odamiylik davri qadar jarayoni o'xshaydi degan yakilda Payg'ambar Aleyhisselamning davri insoniyat aqlining balog'at davriga to'g'ri keldiga o'xshaydi deydi nimada ashuna his qildirdi. Shunga oxirgi kitob shu chog'da tushirilgan ekan debmi qoladi odam. Demak, shu o'rnida aql agar haqni tepish muddaosi bo'lsa, albatta unda qilib tegi chiqmaydigan savollarning orasidan buning bilan gap o'ynatib haqdan qochadigan bunday yo'lga kirmaydi-da. Albatta. Bugungi tema munosabatda ham muhim bo'lgan bir masala, har qanday bir millat yoki bir inson o'zining asli ona tili bilan tafakkur qilgan vaqtida eng yaxshi tafakkur qila oladi ekan. Bu zaten ilmiy isbotlangan narsa. Bizning ulamolarimiz
Hozir qadar bizga dinni yetkazganlik nimasi bilan rahmat deymiz. İşte deb keldik ham. Xato bo'lsinmi, unda bugungi xatolikni tushundik. Lekin mishada boshdan yoq bir ko'rilayotgan xatolik nimada desa, bu kishilarning ko'pinchisi maktabda o'qimagan ekanda. O'zimizning ona tiliga pishiq emas ekan. Ashta bo'lganligi uchun aşı chala tili bilan tashqi dunyoga chiqib, analikin boshqalarning tilini o'rgangan chog'da u aşı tilni tafakkur qiladigan bosqich o'tib qoldi ekan. Masalan, Albatta. buning alomati nima desa, navada uning yanida o'tirib qolsak, u odam bir konferans qildik, yo bir yig'in zalda, yo bir muzokara qildik, dars qildik. U odam shu chog'da ishlatgan yiziq qaysi yiziq qarab baqsa bo'ldi. Aşağıda aşı ana tilde yazgan bolsa aşı yiziqlarını. O aşı ana tilde tefekkür qilgan kishi ekan desek bo'ldi. To'g'ri. Agar arabchada yoki inglizcha yoki boshqa narsa yozayotgan bo'lsa, uning tafakkuri shundan boshlangan bo'ldi-da. Uning ana tili u. Aşağıdan bilindi ekan. Bu meni diqqatim chekkan bir masala. Demak, ana tilga ham bo'lganligi uchun boshqa tilni o'rganib kelib, ana tilimizga aqtargan chog'da xuddi shaxti pishmagan qozonda pishmas degandek, onun aşı çağda öğrengen narsa ham keldi ekan bizgacha. Albatta. Mushu nuqtada biz qaytadan diqqat qilishimiz, o'zimizga bir qayta qarab boqishimiz kerak ekan. Barliq mushu o'zi bilaman deydigan do'stlar qayta qarab boqishi lozim ekan. To'g'ri. Mening bu vaqtim shunchalik qo'shadiganim rahmat. Yeni bilse ilaqı bizdeki acayipçe kurbanlıklarını beğendikçe bu İslam dinini öğünememiş, İslam dini boğması Uygur'umuz saklanmaydı. Bu bizi saklavatkan bu şey din, o, bu dep hem nesini bu şu din kılımı kılmadıp ahırı dinini kılmadıp Arap tilini öğünüşünün üzünü en çok ibadet. O dinini öğünüp boğuca, Arap tilini öğünüp Kur'an'ın yeni kip boğuca nurgu yıllar gitti de. Hatta Kur'an bilen mi? Yani bir adam Uygur tilinde okup yüzücü tercümesini düşünce gibi kilenmeydiğen ni alimlerimiz var değil mi? Albatta. Hazır gap düşündürüplanmatımız var. Uygur tilinde sözlepmişim. Bu şu Arap tilinde öğünüşünün üzü dini öğünüşünün üzü mü? Böyle de karab nurgun adam tutup gitti, nurgun kurbanlıklar verildi diyor. Bunun kadar karayımız mesela. Ya, Arap'ta öğrengelik, din öğrengelik emas. Mesela Arap'ın hemmesi dini alim emas. Neymiş ki degan vaqtda Arap'ın hemmesi Arapçını biladi. Ama Arap'ın hemmesi şu 300 milyon atrofidagi Araplar hemmesi o nima emas? Dini alim emas. Dini alim bo'lish uchun Araplar yani berib shu maktabda o'qish kerak. Masalan biz Uyg'urcha yozilgan matematik, fizika, nurg'un kitoblar bor-ku. Tarix nas kerak Uyg'urcha. Biz aşı kitobni o'qimay turib tarix bilimiz deyolmaymiz. Shu fanni o'qimay turib shu fanning egisi bo'la olmaymiz. Bu shunga o'xshash. Bu dinmi bir fan, bir ilm. Bunu o'qimay turib arabcha bilganligi uchunla u o'zi bir olim hisoblanish u aslo mumkin emas. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, biri arabning kitoblarini, arab yozib qo'ygan kitobni hammasi o'qish bir ayrim bir narsa. U o'qiganlik hisobga kirdi. Lekin uni bilib, uni bir yakun chiqarish, ha bu mandaq narsa ekan deyish u ayrim bir narsa. Bizniki diniy olimlarimizdagi yetersizlik shu. Yamanca kitob o'qiydi. Birisi mush Madina turgan bir og'inimiz bir vaqtda "Sizlar meniki mushu men tafsir kabirni o'qidim" dedi. Tafsir kabirchilik bir kitobni o'qimaganlar, u degan 24 qism kitob deb boshladi-da, yama yo'g'on kitob o'xshaydi u tafsir kabir degan ekan. Şunu oldu ben bir sual koydum. Şunu sualga cevap vermeye yo'qolib ketdi. Demek bu yerdeki narsa nima desa, tamam tafsiri kabir bo'lsin, nima bo'lsin, nurg'ulg'an tafsir, nurg'ulg'an olimlar yozgan kitob va kazan o'qish bu bir narsa, bir ayrim bir narsa. Uningdan to'xtab turar, "Ma'u ras mandaq narsa ekan juma ma'u" deb uningdan bir yakun chiqarib, uningdan o'zi uningdan foydalanib va xalqqa mariya mandaq narsa juma deb uningga xalqqa mandaq to'g'ri yo'l ko'rsatadigan qarta bir narsani o'ttirib qo'ya olishi bu ayrim bir narsa. Misol hozir halol harom masalasi kelgan vaqtida nima halol, nima harom? Uning sababi nima? Shuning o'zini tek o'ttirib chiqarib olmoqlik. Saqal, burutni tek boshqa chiqib olmoq. Tarat masih qilsa qanday bo'ldi? Qilmasa qanday bo'ldi? Saqallik qancha, saqal yo'q qancha deb
Hazırgıçılık şu tereddüt periz, tereddütni hal kılanmaklık misal. Bundan bir din olan dünyada. Nima uchun hal olmaydi degan vaqtda o'qib qo'ygan, uning o'zini xuloslamagan bir tarafdan, yana tarafdan o'qigan kitoblar yamanjiq. A kitob qarisi binim deb turgan, ma kitob qarisi binim deb turgan, a mazhab bishim deyotgan, ma mazhab bishim deyotgan. Shuning oxirisida o'zi hech qanday bir yo'lga tava emas, ardi qolgan bir inson bo'lib, shuning bilan bizga javob bergan vaqtida ham qosniki degan gapi bo'yicha javob bersam bo'ladi deb o'ltirlashadi. Bu endi intayin ahmoqona bir o'qish endi. Shuning uchun biz davomli deb kelayotgan narsa nima bo'lsa, dinning asosi Qur'on. Qur'on bo'lgandan keyin hamma narsa Qur'oni Karimga tatbiqlash lozim. Zaten o rivoyat, o xalqning yozib qo'ygan kitoblarni Qur'onga tatbiqlab yurishning hojati yo'q. Uni tatbiqlab yurganning o'rniga Qur'onning o'zini bilib chiqarsa, boshqa masalalarni Qur'onga tatbiqlab o'rgana oladi vaqtida. Shuning bilan o'zi boshqa insonlarga Qur'on orqali javob bera oladigan, Qur'on orqali yo'l ko'rsata oladigan bundaq holat shakllandi. Endi uning o'zini arabcha o'qib qo'yib lekin uningdan hamma narsani Arabiston turganda xiyol qilib, bizniki jiq ham hozir ma kelar qatimda men yozib qo'ygan monopol qilingan tarix deb ashuni o'zini qilaydi deb. O tariximizda misol tarixni o'rgatdisi shu sahobalarniki, payg'ambar alayhissalomniki, o Arab sulolalarniki, shu qahramonlar olimlarniki tarjimasining o'zini tarixni o'rgatib shu millatning o'zini zeriktiradigan gap. Özümüzün yok mu? Çünkü bilmeydi bu adamın özü. Uygur'un qancha özü nima devlet kurgan Uygur'un dese, Qarxallığa verip toxtaydı, onu nerqisini demiş demeyse dese, o kapırlar onu biz itiraf kılmayımız dedi qallı var. Bunda şerefsizler var da bizim aramızda. O kapır olsun, nim olsun, o bizim ecdatlarımız. O kapır vaxtdaki şundaq çoğun devletlerin imperiyanı kurgan bizim ecdatlarımız. Müslüman bolduk degenden keyin qilib qolgan kunimiz ma'u. Shuning uchun o tarix o'rgatishda ashunda hamma narsani arabnikini masalan monopol qilib olgandan keyin bolalarga bir narsani o'rgandisa, shu arabnikini o'rgandi, arabnikini so'zlaydi, keyin Abu Bakr, Umarni so'zlaydi, qahramonlarni qilish kelsa, bu nihoyat o'zi cho'ng bir xatolik. Shuning bu yerda bizniki davomli deb kelayotgan narsamiz nima desa, birinchi bo'lib har narsada o'zimiznikini o'rganishimiz lozim. O'zimiznikini bilishimiz lozim. Onun eşip qalsa başqa millatlarga o'rganish va boshqa millatlarnikini tadqiq qilish bu to'g'ri bir narsa. Ammo o'zingnikini bilmay turib boshqa millatlarniki eslash va o'zingnikini kichik ko'rib boshqalarnikini cho'ng ko'rish bu intayin cho'ng o'zi jinoyat hisoblandi. Millatni qaymoqtirish hisoblandi misol. Mana bu qatim anglayapman. Biz o'z Alloh nisb qilib mana Sham diyoriga keldik. Ulug' hamda shunday qilqi ulug' bir yerken hem de o. Aşındak yer kiptimişler bizniki qarindoshlarimiz Şamda turayotganlar. O Şam bilan bu Londonning nima farqi bor? Şam bilan bizniki Sharq Turkistonning nima farqi bor? Qashqar, Xotan, Urumchi, Kuchalning nima farqi bor misol? Hammasi Alloh taolo yaratgan bir yer o. Boshqa hech qanday ortiqchiligi yo'q uning. Hem aşağı bağlılık için o nima ulug'ib qolgan o yer desa, Umayya sulalısındaki başkent aşağıda olganlık için, Şam'da olganlık için aşağıdan ulug' qilib ko'rsatgan rivoyatlarni to'qiyotgan. Shu rivoyatga asosan ular aşağıdan ulug' deb turibdi-da. Aşağı uchun kurash qilibdimishlar. Ulug' bir yer uchun kurash qilibdimishlar-da. Bizniki vatanimizcha poq eqib turgan yermikan o? Biz shu vatanimizning o'zini ulug' vatan degan vaqtida, ulug' vatan ekanligini biz qalbimizga singdira olgan vaqtida o vatan azod qila olamiz. Nima deb biz xalqniki vatanning o'zini biz ulug' deb tilimizni chaynab yurimiz misol? Shuning uchun biz har narsada milliy ruh, milliy kimlikka ahamiyat berishimiz lozim va milliy o'zi xosligimiz va milliy har alqi milliy egdorchiligimizga doir narsalarga nihoyat ahamiyat berishimiz lozim. Ya'ni vatan degan vaqtda Arabning tuprog'ining o'zini ulug'laydigan bundaq ishlarni tashlab, o'zimizning vatani bor u yerda. Biz o'zimizning vatandan chiqib ketganligi uchun har bir nimada yashayapmiz hozirgi vaqtda. Ha qancha unda kulib yashasaqmi yuragimiz kulmaydi bizniki. Shuning uchun bu yerda biz har narsada tilimiz olsun, madaniyatimiz, urf-odatimiz, tariximiz olsun, har narsada birinchi o'ringa o'zimiznikini qo'yishimiz lozim.
Unikini o özümüzni bilip bolgandan keyin, ögünüp bolgandan keyin, özümüzniki ruhiga singdirip bolgandan keyin, başqa millatga ögünüp, andan keyin onun özü palan manda qıptike desek bolaverdi. Amma asla başqa millatniki özümüznikidan üstün bolushi asla mümkün emas. Allah razı olsun. Hatta tamam da Kur'an-ı Kerim Araplarning tilini saqlanib qolishiga bir sababchi bo'ldi deydi. Ama Türklerninki Türk tilini saqlab qolishiga sababchi bo'lgan narsa nima desa, Mahmud Qashqariyning yozgan Türk tillar divani. Hatta Arapça da yozildi onun için. Ha. Shunami ya? Ha. Araplar ügensin ma'no debchi. O chaqda hakimiyat ma'muriy ishlar nimalar Arab Türk nima Türklar jiq nimada egallab ketgachga har qaysi sohada uchun shu imperiyada. Ondan keyin Arablar Türk tili o'rganishga, Uyg'ur tili o'rganishga majbur bo'lganda, uni andan keyin bizning ota-bobolarimiz Mahmud Qashqari aynan yezib berganda Arabchada. Doğru. Ajoyib ishlar. Ash nimadama Uyg'ur Sof shirkatining qurg'uvchisi Olim Hayatning bir gapi bor. Bir maqolasi bor hatto shu o'sha o'zininki Uyg'ur tilini yaxshi ko'rgan qanchinchi ahmoq bo'ladi demda shunaroq bir nimada nimasini ismga ololmadim. U maqolada shu Uyg'ur tilininki naqadar matematikalik bir til ekanligi. Bir söz, bir tüp sözden neççiligen sözlerini yasaqlı bulduğalık. Mesela Türk Arapçada neçti 28 mi de? Harfi. Harfi yalık nimisini türleydi o bir xil Aştaqa 28 mi aştaqa? türlenişi. Türleniş bir. Aş türleniş nimisi var tüp sözün yasap o nima qiladi o. Uyg'urchininki uningdanmi ko'p türlenish shaklini bog'liq 190 nechining gapini qildi. Hatto shu Excel'da ishlab qitgan formulasi tuzibchi. Ashna maqola bor deb o'qisa, haqiqatan Uyg'ur tilining hozirgi vaqtida da bir xo'rinib qolgan bir til emasligini tushuntiribdi. Bugun tilga qarata bir nima bo'lg'achqa buni so'zni deb qo'yishga to'g'ri keldi. Chunki biz o'zimizninkini qimmatini bilmasak, o'zimizning tilini bilmasak, o çağda xorlanımızda, xorluq iş qilmizda. Neylan davası bugün yine başqa qaytib qo'ydigan gap bo'lmasa? Qaytib qo'ydigan gap, hurmatli qarindoshlar, dunyoning qaysi joylarida yashayotgan qarindoshlar. Hammamiz o'zimizni Uyg'ur deb qaraymiz. Uyg'ur bo'lish uchun Uyg'ur tilini bilish, Uyg'ur tilida so'zlash va avlodlarimizga Uyg'ur tilini o'rgatish nihoyat muhim. Shuning uchun biz bolalarımızga hem özümüzni hech kim o'zgartirmaydi, bolalarımızga shu Uyg'ur tilini uyda so'zlash orqali bolalarımızga o'rgatish bu nihoyat muhim. Chunki meniki Norvegiyadagi bir voqeani necha qatim dedim. Ash yoshlik bolalarim bergan vaqtida uyda qos til so'zlashlar degan vaqtida shu bolalarimiz mundaq hozir Norvegiya ancha til chiqdi deb biroz gapni qilib qo'yibdi. Men nima qilsam, yoshlikda ishlagan xotin deydi. Uyda sizlar o'zingizning tilda so'zlanglar. Agar o'zi keyin bola cho'ng'igan vaqtida, vatanliga borgan vaqtida urug' tuqqanlar qanday o'zi aloqa qilishadi. Uning uchun o'zining Uyg'urligini saqlab qolish kerak. U bolaga biz yoshlikda bo'lsin, maktabda bo'lsin o'zi u Norvegichani sudek o'rgatyapmiz. Ammo o'zingizning tilni unutib qoldi. Uning uchun sizlar uyda faqatla o'zingizning tilda so'zlanglar. Bolaga tabiiy holda nima o'zingizning tilda o'zi nima chiqadi deb boshladi deganda. U gapni ta'sir qilgan, ammo men shu o ching turuqliq shuni bilan o'zi bu bolalar hammasi chet el tug'ilgan bolalar, hammasi Uyg'urchani shunday yaxshi bildi. Demak, bu yerdagi narsa nima desa ota-ona masala. Uyda faqatla Uyg'urcha so'zlab tursak, u bolalar uyda o'zi birisi so'zlashgan vaqtda uyda Uyg'urcha so'zlaysa deb o'z qonunni bekitamiz. Bolalar uyda Uyg'urcha so'zlagandan keyin o avtomatik holda Uyg'urcha til chiqadi u bolalarga. Ham sirq chiqqan vaqtda o'ziniki do'stlar bilan va akazalar bilan o'zi shu yerlik millatning tilida so'zlashish u hech qanday narsa emas. Ammo uyda ashunga ahamiyat berishimiz kerak. Bolalarimizga o'zimizning madaniyatini, urf-odatimizni, tariximizni o'zimizning Uyg'ur tilida tushuntirishimiz lozim.
Uniki bizning o'z tilga, madaniyatga, tarixga nihoyat boy bir millat ekanligimizni balalarimizga biz singdirgan vaqtda u balalar o'ziniki Uyg'urib dunyoga kelganligiga faxrlandi misol. Boshqa millatlarniki o'z madaniyatini qabul qilmasam o'zining yetarli madaniyatining borlig'ini his qiladi. Shuning bilan u balalar Uyg'urlikni davomlashtirdi. Shuning uchun biz avlodlarimizga Uyg'ur ruhini singdirish, Uyg'urlikni singdirish, Uyg'ur madaniyatini singdirish bu nihoyat muhim. Shunga ahamiyat bersak, bo'ladi biz shu programmada davomli o'zimizniki milliy kimlikka akib to'xtamiz bu masalaning o'zini. Chunki din sohasida biz milliy kimligimizni qanday saqlab qolamiz degan nimada. Shuning uchun bu din hech bir zaman bir millatniki milliy kimligini yo'q qilishga uringan bir narsa emas. Aksincha o'zi har millat o'zining milliy kimligi, tili bo'yicha o'zi so'zlash, milliy madaniyati bo'yicha yashash bu Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan bir prinsip. Buni xiyonat qilish Alloh taolaning oyatiga xiyonat qilganlik bo'ldi. Milliy mavjudligimizga xiyonat qilgan bo'ldi, ajdodlarimizga xiyonat qilgan bo'ldi, millatimizga xiyonat qilgan bo'ldi. Shuning uchun biz bu xiyonat qilmasligimiz lozim. Qilmaslik uchun balalarimizga bu tilni yaxshi o'rgatishimiz lozim. Rahmat. Allah razı olsun. En mühim gap mesele dediler. Bunun dini asası eğitip öttüler. Şu til, şu bir ayet, bir Allah'ınki ayeti. Davaniken biz elimizden Uygur tilini saklap kaldık. Yani onu yukartkallıkla özü Allah'ın ayetini yok kılıp etkendek bir iş, günah ekenlikini, hıyanet ekenlikini eğitip öttüler. Bunun üstüne başka gap kılıp olmaydı. Allah razı olsun. Ait yaxşı ders oldu. Rahmet. Hem de 2 saat tarih doğruluk yapıldı mı? Monopol qilgan tarix. Tamam. Monopol kılıngan tarih degan dersimizde 90. Kur'an'dan Nazar programınınki 90. dersi monopol kılıngan tarih de görüşümüz inşallah. Rahmet size. Ahmet Çakır'ın Allah razı olsun. Nayet yaxşı bizge sorularını hazırlap bir vatıda. Rahmet Ahmetcan. Mağılamsa Allah'a emanet. 90. kısımda görüşküçe aman bulunlar. Güreşkenden kimi aman bulunlar. Allah'ın özgü amanet. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.